Hurmatli tomoshabinlar, bugun men siz bilan shahar aholisini va ko'plab qishloq aholisini ham qiziqtirayotgan juda dolzarb mavzu haqida gaplashmoqchiman. So'nggi paytlarda internetda va ijtimoiy tarmoqlarda svet va issiqlik yo'qligi uchun katta kompensatsiya olish mumkin degan gap so'zlar aylanib yuribdi. Ko'pchilik bu xabarlar haqiqatmi? Buning ortida qanday asos bor deb o'ylayapti. Shu sababli men sizlarga bu masalani to'liq tushuntirib berish uchun shu yerda turibman. Bu ma'lumotlar hayotingizda juda muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Agar siz bunday vaziyatga tushgan bo'lsangiz yoki kelajakda tushishingiz mumkin bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Shunday ekan, hozirroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Bu orqali siz o'zingizni va yaqinlaringizni muhim ma'lumotlardan xabardor qilgan bo'lasiz. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kiraylik. Qadimdan, ya'ni Sovet davrlaridan boshlab kommunal xizmatlar, jumladan elektr energiyasi va issiqlik ta'minoti sifati bilan bog'liq muammolar deyarli hech qanday rasmiy e'tirozsiz qabul qilinardi. Agar svet o'tsa yoki isitish tizimi ishlamay qolsa, ko'pchilik bu texnik nosozlik yoki zarurat deb hisoblab shunchaki kutardi. E'tiroz bildirish, ayniqsa kompensatsiya talab qilish deyarli odat tusiga kirmagan. Hatto kimdir shikoyat qilmoqchi bo'lsa ham qayerga murojaat qilishni bilmasdi, huquqiy asoslari aniq emas edi. Shu sababli iste'molchilar o'z huquqlarini to'liq anglamas edi. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar esa ko'pincha o'z mas'uliyatlaridan chetda qolardi. Bu xizmat sifati pasayishiga olib kelardi, chunki ularni javobgarlikka tortish mexanizmi juda zaif edi. Odamlar faqatgina bir-biriga shikoyat qilib vaziyatga ko'nikishga majbur bo'lardi. Bugungi kunga kelib esa vaziyat tubdan o'zgargan. Hozirgi kunda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qator qonunlar va qoidalarga ega bo'ldik. Xususan, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining kommunal xizmatlar ko'rsatish tartibi va standartlarini belgilovchi qarorlari mavjud. Bu hujjatlar elektr, gaz, issiqlik va suv ta'minoti kabi barcha kommunal xizmatlar uchun aniq sifat standartlarini, ruxsat etilgan uzilish muddatlarini va agar bu standartlar buzilgan taqdirda iste'molchining qanday huquqlarga ega bo'lishini belgilab beradi. Endilikda agar sizga sifatli xizmat ko'rsatilmasa, sizning qonuniy asosda o'z huquqlaringizni himoya qilish imkoniyatingiz bor. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, katta kompensatsiya degan tushuncha ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi. Gap asosan ko'rsatilmagan yoki sifatsiz ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlarni qayta hisoblash, ya'ni xarajatlarni kamaytirish haqida ketadi. Ba'zi hollarda agar sifatsiz xizmat tufayli moddiy zarar ko'rilgan bo'lsa, uni qoplash ham talab qilinishi mumkin. Ammo bu har doim ham oson emas. Bu jarayon avvalgidek qorong'u va umidsiz emas, lekin u hali ham ma'lum bir tartib qoidalarga rioya qilishni talab qiladi. Keling, batafsilroq ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishimiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi mumkin. Eng avvalo, siz o'zingizga ko'rsatilayotgan kommunal xizmatlarning sifati qanday bo'lishi kerakligini bilishingiz shart. Har bir xizmat turi uchun aniq normativlar belgilangan. Misol uchun elektr energiyasi ta'minotini olaylik. Qonunlarga ko'ra elektr ta'minoti doimiy va uzluksiz bo'lishi kerak. Albatta, ma'lum bir ruxsat etilgan uzilish muddatlari bor. Masalan, yiliga ma'lum bir soat miqdorida rejali ta'mirlash ishlari yoki avariyalar sababli uzilishlarga ruxsat beriladi. Agar bu muddatlar oshib ketsa, sizning huquqingiz buzilgan hisoblanadi. Tasavvur qiling, siz yashaydigan hududda elektr ta'minoti rejasiz ravishda hech qanday ogohlantirishsiz 12 soat davomida uzildi. Normativ hujjatlarga ko'ra, ma'lum bir davr ichida ruxsat etilgan uzilish vaqti belgilangan. Agar bu vaqt oshib ketsa, sizning huquqlaringiz buzilgan hisoblanadi. Bu holatda siz bir kunlik elektr iste'molingiz uchun to'lovni qayta hisoblashni talab qilishingiz mumkin. Deylik, siz bir oyda o'rtacha 200 kWh elektr energiyasi iste'mol qilasiz va tarif 400 so'm kWh bo'lsa, sizning oylik to'lovingiz taxminan 1 million so'm bo'ladi. Demak, kunlik o'rtacha iste'molingiz taxminan 6,5 kWh tashkil etadi. Bu esa kuniga 2,40 so'mga teng. Agar 2 soatlik uzilish sizning umumiy iste'molingizning yarmini yo'qqa chiqarsa, siz kunlik to'lovingizning yarmini, ya'ni 1120 so'mni qayta hisoblashni talab qilishingiz mumkin. Bu juda katta summa bo'lmasligi mumkin, ammo bu sizning huquqingizni himoya qilishning bir usuli. Bundan tashqari elektr zo'riqishi напряжение ham muhim.
Agar kuchlanish doimiy ravishda belgilangan 220 volt ombazindan chetga chiqsa, masalan, doimiy mexavli volt bo'lsa, bu ham sifatsiz xizmat hisoblanadi. Chunki bunday kuchlanishda maishiy texnika ishdan chiqishi mumkin. Bu holatni isbotlash biroz murakkabroq bo'lsa-da, maxsus o'lchov asboblari yordamida dalillash mumkin. Endi issiqlik ta'minotiga murojaat qilaylik. Bu ayniqsa qish mavsumida juda dolzarb. Xonadagi havo harorati uchun aniq standartlar belgilangan. Odatda yashash xonalarida damlik daraja Selsiydan past bo'lmasligi kerak. Burchak aslarida lux 1000 daraja Selsiy. Agar bu harorat normadan past bo'lsa, masalan, 3 kun davomida xonangiz harorati 22 darajadan yuqori ko'tarilmayapti. Bu holatda ham sizning huquqlaringiz buzilgan hisoblanadi. Siz issiqlik uchun to'lovni qayta hisoblashni talab qilishingiz mumkin. Faraz qilaylik, sizning kvartirangiz uchun oylik isitish to'lovi 1,5 ming so'm. 3 kun davomida xonadagi harorat normadan past bo'lganligi sababli siz 3 kunlik xizmat haqqini to'liq yoki qisman qayta hisoblashni talab qilasiz. Bu taxminan 25 ming so'mga teng bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda agar xona harorati juda past bo'lsa, masalan, 10 darajadan past, tarifda yanada ko'proq chegirmalar qo'llanilishi mumkin. Bu yerda ham asosiy maqsad katta kompensatsiya emas, balki to'langan pulingizni normativlarga mos kelmaydigan xizmat uchun qayta hisoblab olishdir. Kimlar tashvishlanishi kerak? Asosan kommunal xizmatlar uchun shartnoma asosida to'lov qiluvchi barcha iste'molchilar. Bu jismoniy shaxslar, uy egalari, ijara oluvchilar va yuridik shaxslar, korxonalar, ofislar bo'lishi mumkin. Har bir iste'molchi o'ziga ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati to'g'risidagi qonuniy ma'lumotlarni bilishi, shu asosda o'z huquqlarini himoya qilishga tayyor turishi kerak. Agar siz doimiy ravishda sifatsiz xizmatdan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, demak, bu ma'lumotlar aynan siz uchun. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning xonadoningizda yoki ofisingizda elektr uzilishi, sizning ichki elektr tarmog'ingizdagi nosozliklar, masalan, eski simlar yuklanishning ortishi tufayli yuzaga kelsa, bu holatda kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot javobgar emas. Yoki isitish tizimisi sizning uyingizning ichki quvurlaridagi muammo tufayli ishlamay qolsa, bu tashkilotning emas, balki sizning yoki uy-joy shirkatining agar mavjud bo'lsa, mas'uliyati bo'ladi. Shuningdek, agar rejali ta'mirlash ishlari oldindan ogohlantirilgan holda amalga oshirilsa, bu holatda ham kompensatsiya talab qilish o'rinli emas. Har bir holatni alohida ko'rib chiqish va mas'uliyat kimda ekanligini aniqlash juda muhimdir. Agar sizning holatingiz yuqorida sanab o'tilgan istisnolar guruhiga kirmasa, u holda siz o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun harakat qilishingiz kerak. Endi esa qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va aniq ko'rinmaydigan nozik nuanslar haqida gaplashamiz. Bu qism sizning da'voingiz muvaffaqiyatli bo'lishi uchun juda muhimdir. Hamma holatda ham kompensatsiya olish imkoni bo'lmaydi. Birinchi navbatda force majeure holatlari, ya'ni tabiat ofatlari, zilzilalar, kuchli bo'ronlar, sellar yoki boshqa kutilmagan favqulodda vaziyatlar sababli yuzaga kelgan uzilishlar uchun xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar javobgar bo'lmaydi. Masalan, agar kuchli shamol elektr uzatish liniyalarini uzib qo'ysa va bir necha kun svet bo'lmasa, bu tabiiy ofat hisoblanadi va xizmat ko'rsatuvchi kompaniya bu uchun kompensatsiya to'lashga majbur emas. Chunki ular vaziyatni oldindan bilishmagan va uni nazorat qila olishmagan. Lekin shuni ham yodda tutingki, kompaniya bunday holatlarda imkon qadar tezroq nosozliklarni bartaraf etishga majbur. Agar ular belgilangan muddatdan ko'proq muddatga ta'mirlash ishlarini cho'zib yuborsa, bu holda ularning mas'uliyati qaytim ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi muhim jihat ogohlantirilgan rejali uzilishlar. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar profilaktik ishlar yoki modernizatsiya ishlari tufayli elektr, issiqlik yoki suv ta'minotini vaqtincha uzishi mumkin. Ammo bunday holatlarda ular iste'molchilarni oldindan, odatda kamida 24 soat oldin ommaviy axborot vositalari, e'lonlar doskasi, veb-saytlar orqali ogohlantirishi shart. Agar sizga bunday ogohlantirish berilgan bo'lsa, bu uzilishlar uchun kompensatsiya talab qila olmaysiz. Agar ogohlantirish berilmagan bo'lsa, unda sizning huquqingiz buzilgan hisoblanadi. Shuning uchun mahalliy e'lonlar, yangiliklar saytlari va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning rasmiy sahifalarini kuzatib borish juda muhim. Uchinchi nozik nuqta isbot yetishmasligi. Bu eng keng tarqalgan muammolardan biri. Deylik, siz 3 kun davomida uyda issiqlik bo'lmaganini aytyapsiz.
lekin buni tasdiqlovchi hech qanday dalilingiz yo'q. Faqat sizning so'zingiz yetarli bo'lmasligi mumkin. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot xodimlari sizning shikoyatingizni rad etib, bizda bunday uzilish qayd etilmagan yoki sizning uyingizda issiqlik normada bo'lgan deyishi mumkin. Shu sababli har bir holatda isbotlarni yig'ish juda muhim. Videolar, fotosuratlar, isitish radiatori haroratini o'lchovchi asboblar ko'rsatkichlari, guvohlarning ko'rsatmalari, bularning barchasi sizning foydangizga ishlaydi. Masalan, isitish radiatori yoki xonadagi haroratni o'lchayotganingizda kadrda sana va vaqtni ko'rsatuvchi elektron asbob, masalan, telefon ekrani ham ko'rinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, qo'shnilaringizdan ham xuddi shu muammoga duch kelganlarni tasdiqlashlarini so'rang. Ularning yozma ko'rsatmalari ham kuchli dalil bo'lishi mumkin. 4-dan protseduraviy xatolar. Kompensatsiya talab qilishning aniq bir tartibi mavjud. Agar siz bu tartibni buzib, masalan, to'g'ridan-to'g'ri sudga murojaat qilsangiz, lekin avval xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga rasmiy shikoyat bilan murojaat qilmagan bo'lsangiz, sizning da'voingiz rad etilishi mumkin. Har doim to'g'ri qadamlarni bosqichma-bosqich bajarish shart. Sizni eshitishlariga imkon berish kerak. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning o'zining ichki nizomlari, shikoyatlarni ko'rib chiqish tartibi bo'ladi, ularga rioya qilish kerak. 5-dan muddati o'tgan da'volar. Har qanday huquqiy da'vo uchun belgilangan muddatlar, ya'ni da'vo muddati mavjud. Agar siz sifatsiz xizmat ko'rsatilganidan bir necha oy yoki bir necha yil o'tib, endi kompensatsiya talab qilsangiz, sud yoki boshqa organlar buni ko'rib chiqmasligi mumkin. Shuning uchun muammo yuzaga kelgan zahotiyoq yoki qisqa muddat ichida harakat qilish zarur. Odatda da'vo muddati hodisa yuz bergan sanadan boshlab 3 oy yoki 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Ammo bu holatga qarab farq qilishi mumkin. Bu masalada advokat bilan maslahatlashish ortiqcha bo'lmaydi. 6-dan to'lov intizomi. Agar sizning o'zingiz kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lamagan bo'lsangiz, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sizning shikoyatingizni ko'rib chiqishda ikkilanishi mumkin yoki hattoki sizga nisbatan o'zining qarshi da'volarini ilgari surishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning to'lov intizomingizga rioya qilish muhimdir. Faqatgina o'z majburiyatlarini to'liq bajargan iste'molchilar o'z huquqlarini to'liq himoya qila oladilar. Va nihoyat mas'uliyatni aniqlash. Ba'zan muammo kimning aybi bilan yuzaga kelganini aniqlash qiyin bo'ladi. Elektr uzilishi mahalliy transformatorda bo'ldimi, umumiy tarmoqdami yoki sizning uyingizdagi taqsimlash punktidami? Issiqlik yo'qligi qozonxonaning aybimi? Markaziy tarmoqning yoki uyingizning ichki tizimining nosozligi sabablimi? Bunday vaziyatlarda bir nechta tashkilotlarga murojaat qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, avval uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasiga, keyin esa bevosita energiya ta'minoti korxonasiga. Mas'uliyatni aniqlash uchun maxsus komissiyalar jalb qilinishi ham mumkin. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'lish va har bir instansiyadan rasmiy javob olishga intilish kerak. Kompensatsiya olish bu shunchaki pul yig'ib olish emas, balki buzilgan huquqni tiklash va adolatni tiklashdir. Bu jarayon doimo ham oson bo'lmaydi. Lekin qonuniy huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish uchun qat'iyatli bo'lish albatta o'z samarasini beradi. Har bir holat o'ziga xos bo'lishi mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'lish va yuqoridagi nozik jihatlarni inobatga olish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Bu eng muhim qism, chunki bu yerda biz konkret qadamlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam, dalillarni yig'ish. Bu sizning muvaffaqiyatingizning asosidir. Har qanday uzilish yoki sifatsiz xizmat holatida darhol fotosuratlar yoki videolar oling. Vaqt va sana aniq ko'rinishi kerak. Agar elektr uzilsa, qorong'ulikni ishlamayotgan elektr asboblarini elektr hisoblagichining o'chganligini suratga oling. Agar issiqlik bo'lmasa, xonadagi haroratni termometr yordamida o'lchang va bu ko'rsatkichni ham tasvirga oling. Agar imkon bo'lsa, xonadagi haroratni bir necha marta kun davomida yoki bir necha kun davomida o'lchab qayd qiling. Termometr ekrani vaqti bilan birga ko'rinishi kerak. Masalan, agar sizning aqlli telefoningizda sana va vaqt stikerini rasmlarga qo'yish funksiyasi bo'lsa, undan foydalaning. Qo'shnilaringizdan ham xuddi shu muammoga duch kelgani tasdiqlashini so'rang. Ularning yozma ko'rsatmalari sanasi imzosi bilan kuchli dalil bo'lishi mumkin. Xususan, 3 nafar guvohning ko'rsatmasi sud jarayonida juda qimmatli hisoblanadi. Ikkinchi qadam, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilish. Muammo yuzaga kelgan zahotiyoq zudlik bilan xizmat ko'rsatuvchi
tashkilotning avariya dispetcherlik xizmatiga qo'ng'iroq qiling. Elektr energiyasi uchun hududiy elektr tarmoqlari OJayning tegishli bo'lmagan. Issiqlik ta'minoti uchun issiqlik elektr stansiyalari OJayning hududiy bo'linmalariga yoki markaziy isitish tizimiga xizmat ko'rsatuvchi korxonaga murojaat qiling. Telefon orqali murojaat qilganingizda suhbatlashgan operator qilganning ismini, murojaatingiz ro'yxatga olingan raqamni agar berilsa va qo'ng'iroq vaqtini yozib oling. Bu juda muhim, chunki keyinchalik shikoyatingiz ko'rib chiqilmagan taqdirda sizning murojaatingizni tasdiqlovchi dalil bo'ladi. Agar sizning murojaatingizga javob bermasalar yoki muammoni hal qilmasalar, ikkinchi marta qo'ng'iroq qiling va vaziyatni takrorlang. Har bir qo'ng'iroqning sanasi va vaqtini, suhbatning qisqa mazmunini qayd etib boring. 3-qadam yozma ariza bilan murojaat qilish. Agar og'zaki murojaat natija bermasa, rasmiy yozma ariza bilan murojaat qilishga o'ting. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning qabulxonasiga topshiring va ikkinchi nusxasida qabul qiluvchining imzosini, lavozimini, familiyasini, ismini, otasining ismini va qabul qilingan sanani qo'ydirib oling. Agar ular qabul qilishdan bosh tortsa, arizani pochta orqali buyurtma xat shaklida, iloji bo'lsa kvitansiya bilan уведомление о вручении jo'nating. Bu sizning arizangiz yetkazilganligini tasdiqlovchi qonuniy dalil bo'ladi. Arizada nima bo'lganini, masalan, 2023 yil 11 dekabrdan 7 dekabrgacha 3 kun davomida xonamda isitish tizimi ishlamadi. Qachon? Qancha vaqt davom etganini, qanday oqibatlarga olib kelganini, masalan. Xonaning harorati 12 darajadan oshmadi, uni ko'rsating. Shuningdek, sizning talabingizni, ya'ni ko'rsatilmagan xizmat uchun to'lovni qayta hisoblashni yozing. Arizaga yig'ilgan dalillaringizni fotosuratlar, videolar diskda yoki flash kartada guvohlarning ko'rsatmalari ilova qiling. 4-qadam muammoni ko'rib chiqish. Sizning arizangiz qonun hujjatlariga muvofiq ma'lum bir muddat ichida ko'rib chiqilishi shart. Odatda 15 kundan 30 kungacha. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sizning uyingizga mutaxassislarni yuborib, vaziyatni joyida o'rganishi mumkin. Bu mutaxassislar tekshirish aktini tuzadilar. Aqtda uzilishning sabablari, davomiyligi va boshqa muhim ma'lumotlar aks etishi kerak. Aktning bir nusxasi sizga berilishi shart. Agar mutaxassislar tekshirishga kelishsa, ularning barchasini kuzatib boring va har bir qadamni suratga oling. Aktni imzolashdan oldin uni diqqat bilan o'qib chiqing. Agar siz aktdagi ma'lumotlarga rozi bo'lmasangiz, o'z e'tirozlaringizni yozma ravishda bildirishga haqlisiz. 5-qadam shikoyatni yuqori instansiyalarga oshirish. Agar xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sizning arizangizga javob bermasa, javob sizni qoniqtirmasa yoki vaziyatni o'zgartirishdan bosh tortsa, siz yuqori instansiyalarga murojaat qilishingiz kerak. Bularga iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi. Bu tashkilot iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakolatli davlat organidir. Ular sizning shikoyatingizni ko'rib chiqib, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga tegishli choralar ko'rishni talab qilishlari mumkin. Siz ularning rasmiy veb-sayti orqali onlayn murojaat qilishingiz yoki bevosita qabulxonasiga borishingiz mumkin. Mahalliy hokimiyat organlari, tuman shahar hokimliklari ham fuqarolarning murojaatlarini qabul qiladi va tegishli choralar ko'radi. Ularga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Prokuratura organlari agar sizning huquqlaringiz qo'pol ravishda buzilgan deb hisoblasangiz va boshqa instansiyalar yordam bera olmasa, prokuraturaga murojaat qilishingiz mumkin. Prokuratura qonunlarning ijrosini nazorat qiladi va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish uchun choralar ko'radi. Sud bu oxirgi chora. Agar yuqoridagi barcha harakatlar samara bermasa, siz sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilishingiz mumkin. Sudda siz yig'gan barcha dalillarni, qilingan murojaatlarni va olingan javoblarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Sud jarayonida advokat yordami juda muhimdir. Agar sizning moddiy zararingiz katta bo'lsa, masalan, elektr uzilishi tufayli qimmatbaho texnikangiz ishdan chiqqan bo'lsa, siz nafaqat xizmat haqqini qayta hisoblashni, balki yetkazilgan zararni ham undirishni talab qilishingiz mumkin. Biroq zararni isbotlash biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Kerakli hujjatlar ro'yxati bering. Kommunal xizmatlar ko'rsatish shartnomalari, elektr, issiqlik va hoki. O'tgan oylar uchun kommunal to'lov kvitantsiyalari. Muammoni tasdiqlovchi dalillar, fotosuratlar, videolar, guvohlarning ko'rsatmalari. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga qilingan og'zaki murojaatlarning qaydlari, sana
Vaqt operator ismi. 5 xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma ariza nusxasi va uning qabul qilinganligi haqidagi belgi. Muammoni o'rganish natijasida tuzilgan akt agar mavjud bo'lsa. 7. Yuqori instansiyalarga qilingan murojaatlarning nusxalari va ulardan olingan javoblar. Xulosa qilib aytganda, katta kompensatsiya haqidagi gap so'zlar ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi. Biroq sifatsiz yoki ko'rsatilmagan kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni qayta hisoblash, ya'ni siz to'laydigan pullarni kamaytirish orqali o'z huquqlaringizni himoya qilish imkoniyati mavjud va bu qonuniy asosga ega. Bu shunchaki pul berish emas, balki adolatni tiklash va siz haqingiz bo'lmagan narsa uchun ortiqcha to'lovni oldini olishdir. Sizning qonuniy huquqlaringiz bor va ularni bilish, ularni himoya qilish uchun qat'iyatli bo'lish juda muhim. Bu jarayon vaqt va sabr talab qilishi mumkin, ammo natijada siz o'z huquqlaringizni himoya qilib, mas'uliyatsiz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga o'z o'rnini ko'rsatgan bo'lasiz. Shunday ekan, do'stlar, siz ham bu vaziyatda bo'lganmisiz? Qanday harakat qilgansiz? Sizningcha qaysi qadam eng samarali? O'z tajribangiz va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradigan eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizga va huquqlaringizga befarq bo'lmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha